Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun juda ham muhim mavzu bo'ladi. Agar xonagularingiz issiqdan qiynalib, holati yomon tomonga o'zgarayotgan bo'lsa, albatta shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolisa yechimini topasizlar. O'zi nimaga xonagularimizni holati o'zgarishi boshlaydi? Buni javobi juda ham oddiy. Bilasizlar, bizning yozimiz juda ham issiq va quruq keladi. Hozir men shu gulni chiqazib tushuntirib bera qolay. Quruq havoda o'simlik tanasidan juda ham ko'p suyuqlik yo'qotadi, suyuqlik bug'lanib ketadi va o'simlik bu suyuqlikni qoplamaydi. Misol uchun suv quysangiz ham o'sha suyuqlik tepa barglarigacha chiqmaydi. Shuni hisobiga o'simligimizda stress boshlanadi. Xona gullari barglarini tashlab yuboradi, ya'ni shalpayib qoladi. Barglarning chetlari qurishni boshlaydi, bu suyuqlik ketgandan darak va o'simlik o'zini qutqarish ilinjida barglarini, g'unchalarini, gullarini to'kishi boshlaydi. Menimcha juda ko'pchilikda bu holat bo'lgan. Xona gullaringiz yozda zo'r turishi uchun bugun men sizlarga 3 ta yechimni aytaman. 3-yechim eng osoni va xarajatsiz. Albatta oxirigacha ko'ringlar. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'tgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanaliga ham albatta obuna bo'linglar. Do'stlar, birinchi yechim xarajatli. Hozirgi paytda yaxshigina xarajatsi ham bo'ladi. Shu uchun bu yechimga ko'p to'xtalmaymiz. Albatta imkoniyatingiz bo'lsa qilsanglar ham bo'ladi. Xarajati bor, lekin mehnati yo'q yechim. Bu yechim uchun biz xonagullarimizni konditsioner bor xonaga qo'yishimiz kerak va konditsioner haroratini +24-26 darajada ushlab turamiz. Xonagullar uchun eng zo'r harorat. Va shu xonaga biz увлажнитель воздуха qo'yamiz. Увлажнителni biz 60% da ushlab turamiz. 60% namlik xonagullar uchun eng zo'ri. Bunaqa xonada harorat ham, havo namligi ham juda ham zo'r bo'ladi va xonagullarimiz qiynalmasdan mazza qilib o'sadi. Lekin shaxsan menga bu yechim to'g'ri kelmaydi. To'g'risi xonagullar uchun alohida xona qilib konditsionerni 24 soat ishlatib turish bu ozgincha qimmatga tushadi. Menimcha ko'pchilikga bu to'g'ri kelmasa kerak. Fikringizni izohda albatta yozinglar. Shu uchun keyingi yechimga o'tamiz. Do'stlar, ikkinchi yechimni xarajati kam, xarajati yo'tsa ham bo'ladi, chunki kerakli narsalar har kimning uyida topiladi. Faqat bu yechimni ozgincha mehnati bor. Bizga bitta kattaroq idish kerak bo'ladi. Endi o'simlikni katta kichigiga qarab idishni ham tanlaysizlar. Idishinglar qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi. Chuqurligi emas, asosiy eni katta bo'lishi kerak. Misol uchun chuqurroq patnisinglar bo'lsa, juda ham zo'r bo'ladi. Bizga mayda tosh kerak bo'ladi. Misol uchun mayda shag'al ishlatsanglar bo'ladi yoki mayda keramzitni ham ishlatsanglar bo'ladi. Va bizga albatta suv kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga birinchi so'zsiz ko'rsatib beraman, keyin buni foydasini tushuntiraman. Do'stlar, mana ko'rdinglar, bitta kattaroq idish olamiz. Idishimiz qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi. Idishimizni tosh bilan to'ldiramiz. Tosh mayda, yirik, buni farqi yo'q, lekin mayda tosh bilan ishlash qulayroq. Toshni endi 5 cm, 10 cm to'ldirsa yetadi. Va tosh sathi bilan bir xil qilib suv quyamiz. Suvimiz ozgincha kamroq bo'lsa ham bo'ladi. Keyin shu toshni o'rtasiga xonagulimizni qo'yamiz. Albatta xonagulni qo'yishdan oldin tarelkasi bilan birga qo'yinglar. Chunki o'zini qo'yadigan bo'lsanglar, tegidagi teshiklardan suvni shimvalib chirib ketishi mumkin. Mana shundoq qo'yamiz. Endi men sizlarga buni foydasini tushuntiraman. Buni foydasi idishdagi suv bug'lanib, o'simlik atrofidagi namlikni yuqori ushlab turadi. O'simlikka namlik yetarli bo'ladi. O'zi yozda asosiy muammo bu issiq harorat emas. Issiq harorat juda ko'p xonagullariga yoqadi. Asosiy muammo bu quruq havo. Bu ish qilsanglar, o'simlikning atrofida aytganimdek namlik yuqori bo'ladi va o'simlikning tanasidagi suyuqlik tez bug'lanib ketmaydi. O'rnini qoplab turadi. Birinchi o'rinda bu ishni hozir muammosi bor xonagullaringizga qilinglar. Misol uchun qanaqadir xonagullaringlarni bargi quriyotgan bo'lsa, bargi sarg'ayotgan bo'lsa, albatta shunaqa qilib qo'yinglar. Buni zarari yo'q, lekin foydasi juda ham katta. Misol uchun buni kraton, kalateya, hamma aroidlarga, misol uchun o'sha antorium, spatifilum, alakaziya, singoniumlarga, fialkalarga qilsanglar ham juda ham zo'r foyda beradi. Misol uchun buni zamiakulkas, qora shahzoda, sensiberiyalarga qilish shart emas. Buni asosan quruq havoni yoqtirmaydigan xonagullarga qilish kerak. Asosan kalateya va aroidlarga. Do'stlar, o'zi bizning Telegram kanalimizga kirsanglar, shu mavzuda biz batafsil gaplashyapmiz. O'zi Telegram kanalimdagi mavzularni video qiladigan bo'lsam, juda ham uzoq video bo'ladi, soatlab video qilish kerak bo'ladi. Chunki biz Telegram kanalda hammasini batafsil tushuntiramiz.
Kiringlar, agar obuna bo'lmasanglar ham shu mavzularni yuklab olsanglar o'zingizlarga juda ham foydali bo'ladi. Do'stlar, endi 3-yechim haqida gaplashamiz. To'g'risini aytsam, menga eng qulayi, eng ma'quli shu. Sizga qaysi yechim qulayligini albatta shu videoni izohida yozib qoldiring. Bu hammaga qiziq bo'ladi. Izoh yozayotganingizda bitta like ham qo'yib yuborasiz. 3-yechim juda ham oson, xarajatsiz, mehnatini yoqimli etsa ham bo'ladi. Xona gullaringizga yozda har kuni 2 mahal suv purkab turinglar. Tong saharda va kechki payt. Xona gullariga quyosh borligida barglari qizib turganda suv purkash, suv quyish mumkin emas. Bo'lmasam xona gullarida stress bo'ladi va barglarini tashlab yuboradi. Misol uchun suv purkayotganingizda xona gullarining atrofida namlik zo'r bo'ladi va barglariga, o'sha xona gullarining tanasiga namlik yetib boradi. Har kuni mana ertalab turdinglar, tong saharda faqat. Misol uchun 10-11 da tursanglar, sepish mumkin emas. O'sha tong saharda turib sepasizlar va keyin kechqurun uxlashdan oldin ham yana bitta sepib borasizlar. Faqat buni ham juda muhim qoidasi bor. Bargi silliq xona gullariga qo'rqmasdan har kuni suv purkasanglar bo'ladi. Misol uchun mana shu hamma xona gullari bargi silliq hisoblanadi. Bargi duxobali xona gullariga ehtiyotkorlik bilan tepasidan mayda qilib, bu juda qalin, mayda qilib suv purkashingiz kerak. Nomiga ko'p purkamanglar. Misol uchun bu qanaqa gullar? Fialka, pileya, peperomiya, keyin nima, geran. Va do'stlar, videoning oxirida sizlarga bitta zo'r maslahat, o'zi bu haqida ertaga alohida video tayyorlaymiz. Qanaqa qilib tayyorlash, qanaqa qilib ishlatish. Xona gullaringizda yozda stress bo'lmasligi uchun, immunitetini ko'tarish uchun, kurashuvchanligini oshirish uchun har 5 kunda, 7 kunda foydali suv bilan purkab turinglar. O'sha tabiiy organik oziqalarni qo'shib suv purkab turinglar. Misol uchun bu gumatkaliya bo'lishi mumkin, suyuq biogumus bo'lishi mumkin yoki mana agrimun, chudipshik, keyin baykal deganlar bor. Shularni aralashtirib suv purkab turinglar. Bularning xona gullariga hech qanaqa zarar joyi yo'q, faqat foydasi bor. Bular organik narsalar, bular tabiiy narsalar. Shularni oddiy suvga aralashtirib, xona gullaringlarning ustidan suv purkab tursanglar, xona gullaringlarning immuniteti baquvvat bo'ladi, stressni oldini oladi va kurashuvchanligini oshiradi. Ertaga xudo xolasa shu dorilarni tayyorlab ishlatishni men sizlarga ko'rsatib beraman. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Hozir zo'r o'yinlar boshlangan. Dushanba yoki seshanba